Qaranglar, qabulimizga o'sha skolioz bilan bitta patsient, qiz bola patsientimiz kelgan bo'lgan. Mana fevral oyida ko'ryapsizlar 60-52 gradus, ya'ni S-образный skolioz ketayotgan bo'lgan. Keyin lecheniyadan keyin mana mayda уже deformatsiya pasaygan, korreksiya yaxshi bo'lgan. Lekin maydan keyin orada bular endi oilaviy sharoitiga ko'ra dinamika yo'qolib qoldi, qabuliga kelisha olmadi va shuncha vaqt o'tib yana mana eski holatiga umurtqa pog'onasi qaytib olgan. Ya'ni shuncha qilingan lecheniya havoga uchib ketgan. Endi bu holatda nimani tavsiya berilyapti? Ya'ni operativniy davo muolajasini o'tkazish tavsiya berilyapti. O'shaning uchun raz lecheniya boshladinglarmi, o'z vaqtida vrach qaysi srokda kelishi yetsa, o'sha vaqtida kelib turinglar va shifokori nazoratida bo'lib turinglar. Ertaga davolashni boshlagan joyingizda yana minusga qarab ketib qolmanglar hozirgi holatga o'xshab.